Assalomu alaykum akalarim, ukalarim, qadrdonlarim. Mashalloh, mashalloh deb tomosha qilinglar akalar motorni. Chunki arziydi, havas qilsa arziydi. Iloyim sizlarga ham kim havas qilayotgan bo'lsa, Xudoyim hammalaringga iloyim nasib qilib, buyurib nasib qilsin sizlarga ham. Akalar, Pasatgani qarang. Pasatgani qarang. Bu qizigan yo'q. Ho'shi zo'rshligan mana sanlidonini qarang. Sanlidonini. Bir xilda qilib sidirib chiqarib yuboryapti. Qisgani ham yo'q. Hamma joyida. Yengil motor chiqardi. Xudo xolisi. Akalar, bizga motor terib berishdan oldin terilgan, qilingan motorni holatini asos tashab o'zini holatiga qo'yildi. Akalar, bu svetoforda ketyapti va mashina yonig'mi, o'chig'mi deydigan holatda chiqib qolyapti aka motor. Yana bir bor assalomu alaykum akalar, ukalar. Shu Rossiyadan motor olib, Rossiyadan kelgan motorni olib, nolga sashtirib, baribir ko'ngilgidek chiqmasdan qiynalib, shu dardini kimga aytolmay yurgan akalarim. Shu bitta tog'ani antikvar tog'ani ushlab oldim. Xudo xolasa bir mendan oldin ham degan ishlarni ko'rdim. Juda a'lo, juda a'lo. Sizlarga ham ilindim. Mana Xudo xolasa o'zlaringni ko'zlaringni oldida bitta motorni seli sachib, boshqatdan yopib, shu yurgizilgan holatigacha sizlarga Xudo xolasa ko'rsatib o'taman. Akalar, tog'a o'ta injiq. Tog'a o'ta injiq. Ancha-muncha ishlar yoqmaydi. Motorning ichiga sayuz klapin, sayuz zapchaslar tiqmasa motor qilmaydi. Tog'ani aytgan yo'liga yurmasiz, yarim motor bo'lgan joyida ham shat tashab ketib boradigan tog'a ekan. Tog'ani xarakteri o'zimga ham ma'qul keldi. Nimagaki shuncha mehnat bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Bu shopir akalarimiz shu motordan, shu olayotgan zapchasidan qoniqmayapti. Buning uchun ham Xudo xolasa 500% garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. Zakasga motor yig'ib, tayyor, yaqinroqda bo'lsalaring qo'yib yurgizib beramiz. Ma'qul kelsa pulini berasizlar. Uzoqda bo'lsalaring ham tayyor, shu bosiladigan holatda qilib, tayyor qilib jo'natib beramiz. Faqat rasxotini ko'tarsalaring bo'ldi akalar. Chunki Rossiyadan kelgan motorni $1000 ga olinyapti. Ko'lsalari o'tirilgan bo'lyapti. Uni yana qaytib ochilyapti, kamchiligi qilinyapti. Mana o'zimiz ham boringki shu 3 ta Rossiyadan kelgan motordan olib, shu terayotgan mashinalarimizga qo'ydik. Baribir ko'ngilgidek chiqmadi. Baribir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, birma-bir qo'ldan o'tkazmagunizcha baribir ko'ngilgidek motor chiqmas ekan. Akalar, bizning gapimiz shunchaki gap bas. Shu gapirayotgan gapimizni ustidan chiqib turib beramiz akalar. Nimagaki shu arzon pulga motor olmaysizlar akalar. Sarf qilinglar, olinglar, bir maza qilib ishlatinglar akalar. 5-6 yil Xudo xolasa motorga ishlaring tushmaydi. Avvalo Xudo bir ishi zo'r ustani, bir injiq ustani mana shunaqa mana instrumentlaridan, ish pariyatganligidan, boshqasidan bunday ko'rib ajratib olsangiz bo'lar ekan. Tog'amiz juda ham injiq, qayta aytamiz, juda ham injiq ishiga juda ham usta ekan. Yolg'on emas, 50 yil staji bor ekan, faqat shu motor sohasiga. 50 yil staji, 50 yildan beri shu motor sohasida ishlar ekan. Xudoga shukr, alhamdulillah. Biz kutgan kunlarga keldik akalar. Kim yuragi chopsa, kimga ma'qul kelsa, kim odamda bir lapsiga ishonsa, boshqa qilsa, bemalol sviyazga chiqasizlar akalar. Mana bu ikkita motorimizni zakasga qilib berdik. Bundan keyingi bitayotgan motorlarni sotuvga qilib beramiz. Mana qolgan motorlarni ham yig'ish jarayoni boshlandi. Ikkita motorimiz bitdi, qo'yib berdik. Qolganlarni ham yig'ish jarayoni boshlandi. Akalar, kimga 100% ishonchli, ichlari sayuz, o'q bas 100% toza maza qilib ishlataman deydigan akalar diqqatiga
motordan to'ygan, yog' yeyishidan boshqasidan to'ygan akalar diqqatiga bemalol sviyazga chiqinglar. Xudo xolasa, sizlar o'ylagandan ham ko'ra ko'proq zo'r qilib chiqarib beramiz, akalar. Ko'sa Porsche'lar 92,5 bosilgan vallar, birinchi remont, hamma yo'g'i xudo xolasa garantiyali. Pasos tashab o'zini holatiga qo'yildi. Akalar, bu svetoforda ketyapti va mashina yonig'mi, o'chig'mi deydigan holatda chiqib qolyapti aka motorlar. Hozir mana motor ishlab turgan holati. Ishlab turgan holatda bemalol telefonda gaplashsangizdan bemalol gaplashaverasiz kapotda ichida. Mashinaning ichida endi maza qilasizlar xudo xolasa. Shu tayyor bo'lgan holatini ham sizlarga ko'rsatib o'taydi-da. Ishlab turgan holatini ham. Shu motorlar bitgan holati shu. Bundan TKO'da ovozi baland chiqyapti akalar. Gaz 53 dan TKO'da motorining ovozi baland chiqyapti yondan o'tayotganda. Shu mashinani ham sezondan keyin sotib yuboraveramiz. Xaridorlar bo'lsa, shu mashina ham shunaqa xunt bilan qilingan, terilgan, nolga bitgan. 91-yil. Uzoqlaruvchi, gazga ruxsati bor. Xullas mashina bekamlik o'zi.